Sizni ham nomingizga begona insonlar yoki moshenniklik kredit olishdan cho'chiyapsizmi? Endi bu narsaga o'zingiz bemalol taqiq qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Buning uchun telefoningizdan MyGo ilovasiga kirasizlar. Ilovaga kirganingizda xizmat nomini kiriting bo'limini bossanglar, bu yerga kredit deb yozasizlar. Kredit deb yozsanglar, mana kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash bo'limi bor. Shu bo'limga kirasizlar. Xizmatdan foydalanishni bosasizlar. Mana menda kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish holati yoqilgan. Mana xizmatni o'chirish turibdi. Sizlarda bu xizmatni yoqish turadi. Agar shu narsani yoqib qo'ysanglar, begona shaxslar ham, moshenniklar ham, hattoki o'zingiz ham kredit ola olmaysiz. Qachonki kredit olmoqchi bo'lsangiz, bu xizmatni o'chirib qo'ysangiz, ana o'shanda bemalol kredit rasmiylashtira olasiz. Begona insonlar yoki moshenniklar shaxsiy ma'lumotingizni olgan taqdirda ham MyGo ilovasining kodini hech kimga bermasangiz, hech qanaqasiga kredit olish olmaydi. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yasizlar. Ular ham shu narsani yoqib qo'yishsa, ko'ngil xotirjam bo'ladi. Bu videoni maksimal tarqatamiz. Zero barchamizga foydali bo'ladi. O'zinglarni asranglar.